Bismillahirrahmanirrahim. Barlıq əmdə sana Canabi Allahqa bolsun. Şundaqla Peyğəmbərimizə, ail tavabı atlarına və onunğa taki qiyametkiş əgəşkənlərə durud salamlar bolsun. Ata-anыңızға Allah'tan hidayət və tövfiq tilayman. Sizgimi Allah diyanətlik salihə qızını patiqini nesib qılğay. Haqni tunupsiz, uni çın tutung. Biz Qur'an bilan hadislarda ata-analarga yaxshi muomala qilishga buyurilgan. Lekin ularga itoat qilish masalasi mutlaq emas. Ya'ni ularga odatda Alloh va Rasuli sallallohu alayhi va sallamning ko'rsatmasiga zid bo'lmagan ishlarda, ata-onasiga foydasi bor, baliq ziyon bo'lmaydigan ishlarda itoat qilish orqali bo'ysunish bor. Navoda balig'i foydaliq, ata-onasiga ziyon yo'q ishlardami ata-onaga itoat qilish vojib bo'lib qolsa edi, nurg'un chataq ishlar o'ttirib chiqatdi. Şuna bundaq qız tanlash masalasida ata-onaga itoat qilmasimi bo'ladi. Allah va Rasuli sallallohu alayhi va sallam bu vaqtda qanday ko'rsatma bergan? Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bundaq degan: Ayol kishi 4 xislat uchun nikahlanadi. Mol mulki, nasabi, husn jamoli va diyonati. Şuna sen diyonatlik ayolga erishkinki saodatlik bo'lg'aysan. Demak, bu hadisdagi jo'ri tanlash ishi haqidagi xitob xotin almoqchi bo'lgan erga qartilgan, ata-onasiga emas. Ata-onaning o'g'lini ma'lum qizga to'y qilishga zo'rlash huquqi yo'q. Maslahatchilik roli bor xolos. Imom Ibn Taymiyya rahmatullohi alayhi mundaq deydi: Ata-ona ikkilarning biri farzandini o'zi xolamaydigan biri bilan to'y qilishga zo'rlash huquqi yo'q bo'lib, farzand unimay turib olsa, ata-onani qaqshatgan bo'lmaydi. Xalagan tamoqni yelaydigan turuqliq hech kimning uningga yoqtirmaydigan tamoqni zo'rlab yegizish huquqi bo'lmaganidek, nikoh ishidimi zo'rlash huquqi yo'q. Balki nikoh ishida texmibak huquqi yo'q. Chunki yoqtirmaydigan tamoqni yeyishning ochiqi 1 soatlik, yoqtirmaydigan xotin bilan yashash bir umr o'xshashlar kishiga azor beradi. Ayrilolmaydi. Agar ahvol aksicha bo'lib, bala diyonatsiz qizni tanlagan bo'lsa, ata-ona unimay turib olsa, ata-onaga bo'ysunish lozim. Uningdan boshqa chiroy, boylik, sapa va urug' tuqqanchilik yoki ma'lum tabiqa va yoki yurtdan bo'lish masalasida farzand ata-onaga bo'ysunmasa gunohkor bo'lmaydi. Lekin ularni ranjitmay deb ularga bo'ysunsa, u o'zining ixtiyori. Har holda ata-onaga chiroylik, yaxshi muomala qilib, ularga qarata sil rahimni uzib qo'ymaslikqa tirishish lozim. Vallohu alam. Fatvoda doktor Abdulaziz rahmatulloh 2011-yili 6-oyning 18-kuni.